Cobalt avtomobillariga start stop qo'yilganda qilinadigan eng katta xatoni ko'rsatib o'tmoqchiman. Zamok buzganda ko'pchilik mana bu yerda zajim qiladi, samarasi qotirib qo'yib. Bu juda katta xato mana. Burilmaydi mana. Zavod bo'lmaydi. Misol uchun start stop buzilib qoldi yoki misol ishlamay qoldi, cho'lda inson start stopni yulib zavod qila olmaydi. O'zimizning uslubni prosta ko'rsatmoqchiman. Kalitni tiqamiz. Mana bunaqa oddiy bitta shtir bilan ampga tiqib, kaltni ikkinchi оборотga olib kelamiz. O'zi avtomatik chiqib ketadi. Keyin mana bunaqa baquvvat minus bilan olib buni olamizda. Buni olib tashlaymiz mana. Bo'ldi. Buni olib tashlaganimizdan keyin yana zamokni joyiga qaytarib yig'amiz. Olib, mana. Bo'ldi. Ishlamay qolgan holatda ham bemalol kaltni tiqib zavod qilib olsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa manfaatli xizmatlar Max Carga murojaat, joninglar sog' bo'lsin.